Hurmatli kuzatayotganlar, hozir mana ovqatimizga tagiga olov yoqib qo'ydik. 1 soat, 1,5 soatda pishadi. Pishadi xolos. Ora-orada xabar olinmaydimi? Qarab qo'yiladi, qator. Ko'rsatib qo'yadi. Eng qiziq joyi, ko'p choyxonalar, biz ko'p boramiz o'rtamdan. Haligi ovqat pishirilish jarayonlarini ko'rsatmaydi-da. Ko'rsatgisi kelmaydi, boshqa bo'ladi. Endi baribir ularni to'g'ri tushunamiz. Bu choyxonamiz, mana choyxonasini bemalol kirib, ovqatlar tayyorlanish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Qani, marhamat. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi bo'lib go'shtdan boshlaymiz, aka mana. Mana go'sht tayyorlanishi mana. Bu ya shagirdim bo'ladi, eng katta shagirdim Akmaljon, o'zini taniydi. Olmay Akmaljon aka. Kelinglar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi aka? Charchamasizlar, rahmat, xudoga shukr. 10 dan 10 shagird bor, eng kattasi bu ya, starshi, usta povur. Haligi ustoz aytganligini qilganini qilmadi, Rasul akani qaysi qilig'ini qilmaysiz? Hammasi yaxshi. Mana shunaqa paytda so'rab olmasam, o'zidan so'rasam aytmaydi-da. Ha, yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Mana mashg'ulotlarni ishlab tirikchilikni qilyapmiz, Allohga shukr. Hamma yo'q. Go'shtlarimiz tayyor holatda, xolodilnikda turadi. Ha, xolodilnikda turadi. Hozir zakazovga oshlarimizga zakaz bor. Shularga olib qilyapmiz. Bir kunda sir bo'lmasa, necha kilo go'sht tayyorlaysiz oshlarimiz uchun? Oshni o'zigami? Oshni o'ziga 15 kilo, 20 kilo qilamiz. Charchamang, rahmat. Nasibullo aka endi qaysi etib ketamiz? Endi mana oshlar qo'yilyapti kech paytga. Aha. Mana o'zi tayyorlanyapti, hamma xonani egasi bor oshni. Qator oshlar tayyorgarlik bo'lyapti kech payt. Zakazlar hammasi mana cheklari bor. Haligi o'zingiz aytmoqchi, yarim soatda tayyor bo'ladigan holatlari ham shu yerda. Kep qolyapti, mana. Uje bu mana oshimiz tayyor qolgan, damlanyapti ekan mana. Damlanyapti ham. Nasibullo aka ustiga urib qo'yishadi-yu. Nimaga shunaqa qiladi? Bu osh bilan gaplashishda bu. Osh bilan gaplashiladi buni. Osh bilan gaplashiladi-da, bu gaplashiladi. Buni ustalar bo'ladi. Молодец. Mana bitta fishka bo'ldi. Yaxshi urilgan paytida tayyor bo'lding, bo'lmading deb aytiladi. Guruch, men tayyorman, tayyor emasman deydi. Xo'p, молодец. Joyga qalampirlar bilan qo'shib tayyorlayapti mana oshlarimiz ham. Qanaqa qaytadan? Hozir nima deydi endi bu hozir? Bo'ldi deyapti. Men tezroq yop dedi. Молодец. Yop tezroq o'chir deyapti. Mana shuni yopamiz, mana osh damlangan oshimiz bu. Mo'yli. 5 minutdan o'chirib qo'yamiz etlarni. Ha, bunisidachi aka? Bunda mana go'shtimiz bor. Aha. Zakaz, bo'yin go'shtimiz bor, galopsilar bilan. Bo'yin go'shti bu? Bu bo'yin go'shti bu. Mehmonlar bor. 3 kilolik mana tayyor ovqat. Tayyor ovqat bo'lyapti mana. Mana shu jarayonlari oshxonamizga ko'rishingiz mumkin. Muhit ancha go'zal. Oshxonada sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilgan holda mana hamma yo'l joyida ketyapti.